1400 yillik qadimiy tarixiga Qog'liq Naysining zo'ngdan joylashgan Shifoyi buloqni ko'rib baqqanlar bormi? Ko'mganlar bo'lsa, hammanglar tafsiliy inishga ko'ranglarmi? Men mushu Qog'liq Naysining zo'ngdan kelib, mush buloqni ko'rib olganimdan o'zimni cheksiz iftixorlanaman qarindoshlar. Mavu qaranglar. 160 metr taxminan egizlikdagi bir tog'ninki cho'qqisi ekan tikka. Tiklam keldi ekan. Bu yana to'pib bu tog' intayin hech narsa unmagan qoqas tog' ekan. Ammo hayron qolasan. Tegida ashunda shaqratma tushdi ekan qaranglar. Hozir ozgan keyin sujiqlarga o'xshaydi shu 6-7 vaqtida. Mushu buloq ekan. Bu buloqning suyi intayin shifoliq ekan. Ana sen qaraganda burun mishaninki aql kasal bo'lib qolganlar mush buloqning suyini ichida ekan to'q. Bu ya taxminan 1400 yillik tarixiga 4 darajalik sayat rayoni ekan. Diqqat bilan anlayjimi? Men mayaga bak ters keldim qarindoshlar. Men bu zopinni 2 qism yoki 3 qism yollayman. Bayatdan birini yollasam tip etdi. Men shu sabab beldim, men qaytaldim. Qaranglar, az suv tushib, pes tushib ketdi ekan. Aning qaranglar, mening birisi tirak, birisi sugatgan. Birisi tirak, birisi sugatgan. Qaranglarmi? Bu aşk meşgul ekan. Sugat yanpash, tirak tik o'sir ekan. Tirak er kishiga, sugat ayol kishiga vakolat qiladi demaydi. Andan keyin mau atrofdagi sugatlar qaranglarmi? Hammasi yanpash. Mas sugatning tariximiz 800 yildan ortiq bo'libdi. 800 yil degan bir jiq gap. Qaranglar sugatning uzunligiga. Tik o'smay, ashunda yilanga o'xshash, ejderhaga o'xshash kiralashib, chirmishib o'sgan ajoyib xislatlik bir xil sugatgan men. Bizning Şinjan'da nurg'un biz berib bakmagan, tushunilmaydigan ajoyib bir tabiatning mo'jizalari bor qarindoshlar. Ma'ni oddiy ko'zingizdan ko'rib qo'ymay, qilingizdan tafakkur qilib qo'ysangiz bo'ldimi? Tabiatning manzillari, tabiatning nurg'un qonuniyatlari biz tushunib bo'lmaymiz odatga demda. Fan tadqiqotning taraqqiy qilishiga erishib bir tushunib qilishimiz mumkin. Qaranglar sugatga. Qaranglar. Qarsanglar qaranglar. Agar hozir men yozib qo'ygan bo'lsa, sugatlar notlab qo'ygan bo'lsa, texmi go'zal ko'rindi. Mening sizlarga asosli ko'rsatmoqchi bo'lganim go'zal manzara emas qarindoshlar, boshqa narsa. Masugatning agri bugurligiga, chirmishib ketgan holatlari, 800 yillik sugatlar, bu qog'oz tog'dan qanday olib buzoq yiqib chiqadi degandek ma'ushlarni ko'rsanglar bo'ldimi? Bu yerda tog' desanglar bo'ldi kesh qilib. Tog'ning uyan, butunlay qog'ozliq. Astemuş buloq tushganda butunlay intayin. Ashta go'zal yer. Tushkin ko'nglimning kamolini. Ajoyib ish qo'yadi. Bir xil unkur. Nimligini men bilmadim. Burun odam o'tgandek bir xil ya o'xshaydi. Marlab qarab baxsam ashtar tuyg'u berdi menga. Andan keyin masugatni ko'rdim, nurg'un narsa esib qo'yapti. Ma'u bir buloq ekan. Bu buloqning ismi Ayg'ir buloq ekan. Go'ngmarxan deb yozilgan. Ayg'ir degan nima? Baytal degan tug'di. Ayg'ir degan img'omanda erkak bo'lmasa tish tug'maydi-ku. Burungi zamonlarda qaranglar, tug'mas ayollarning ko'pinchilari mushakilib mishan suyini ichgandek turdi. Ashun nurun xatlab aytgan. Mushuning suyini isi adam tug'di deb. Men ishonmadim buni, lekin bakkan ashunda. Hani yezig'liq ekan. Tug'anmasangiz, uni suv ichib qo'ygan tug'digan ish yo'q. Eringiz, xotiningizda masal bo'lmasam, tug'siz o'zingiz. Suv ichib qo'yganga bir qanday qo'ygan tug'digan ish yo'q. Bunmi bir endi shu vaqt kishilarningki bir qatl bo'lish mumkin. Men ishonmayman bunday ishlarga. Sizlar ishlamsizlar, o'zingizlar oxirida ko'mak bo'lsanglar, go'nja qilib ko'ringlar. 抖音